Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bütün dünya musulmonlari taqozolik bilan ketayotgan muborak Ramazon oyi yaqinlab kelayotgan bir paytda Dunyo qurultiyi diniy ishlar komiteti muhojiratlik qarindoshlarimizni Tayland, Marokash, Saudiya Arabiston, Misr va Afg'oniston qatorliq davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan qarindoshlarimizga moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Dunyo qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri Mutallib Qurbon apandimning imzosi bilan yo'llangan murojaatnomada aynan mundaq deyilgan. Assalomu alaykum, muhojirat yashayotgan aziz vatandoshlar. Barliq musulmonlar uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan muborak Ramazon oyi yetib kelish oldida turmoqda. Afsuski, vatan ichidagi xalqimiz Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchilik siyosati tufaylidan bu muborak oyda ro'za tutish, zakot berishdan iborat muqaddas vazifasini ado qila olmayotdi. Alloh taolo millatimizga eng yaqin zamonda hurlik, mustaqillik nasib qilsin. Xitoyning zulmidan qochib chet elga chiqqan nurg'un qarindoshlarimiz bir qism davlatlarda turmada yotmoqda. Ularni qutqizish uchun har xil tirishchiliklar ko'rsatilgan bo'lsa-mu, Xitoyning ta'sir kuchi sababidan hozirgacha ularni turmadan qutuldirish mumkin bo'lmadi. Ammo ularni qutuldirish uchun qo'limizdan kelgan g'ayratni ko'rsatamiz va ularning turmada och-yalang'och qolmaslik uchun moddiy imkoniyatimizning yetishicha yordam qilib kelyapmiz. Dunyo qurultiyi diniy ishlar komiteti bu Ramazon oyida Tayland turmusida yetayotgan va ba'zi davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun zakot, sadiq fitr to'plab, ularga moddiy jihatdan yordam qilishni qaror qildi. Muhojirat yashayotgan vatandoshlarimizdan zakot va sadiq fitrlarni Dunyo qurultiyi diniy ishlar komiteti orqali yetkazishini, xohlaganlarning bu telefon nomerlari orqali biz bilan aloqa qilishini so'raymiz. BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk 4 mart kuni BDT kishilik huquq kengashida doklad berganda Xitoyni Sharq Turkiston va Tibetdagi negizli kishilik huquqiga xilofli qonunlarni o'zgartirishga chaqirgan. Xitoy taraqqiyotda ilgarilashga erishgan bo'lsa-mu, lekin u o'zining aloqador qonun va siyosatlarini isloh qilish orqali bu taraqqiyotni xalqaro kishilik huquq o'lchamlariga moslashtirish kerak ekan. Volker Türk bu chaqiriqni OBDT kishilik huquq oliy komissarlik vazifasiga tayinlangan 2022 yil 11 oydan beri Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berishiga pozitsiya tutib, Xitoyni javobgarlik tortishda aktiv bo'lmaslik bilan ayblanib kelayotgan bir paytda o'tirib qo'ygan. Volker Türk 4 mart Janvadagi BDT kishilik huquq kengashida xalqaro kishilik huquq vaziyatidan doklad berib, mundaq degan: "Men yana Xitoy hukumatini, ishxonam va boshqa kishilik huquq organlarining Xinjiang va Tibet rayonlarini o'z ichiga olgan joylardagi negizli kishilik huquq xilof qonun, siyosat va amaliy ijroatlarga qarata bergan tavsiyalarni amaliylashtirish chaqiraman." Volker Türk ilgari o'zidan burunqi BDT kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning 2022 yil 31 avgust kuni vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qilgan Uyg'ur doklatining yanada kuchga ega ekanligini bildirgan edi. Bacheletning dokladida Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda elib berayotgan qilmishlarining insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkinligi o'tirib qo'yilib, BDTning vatanimizda cheklimasiz tekshirish ilib berishi tavsiya qilingan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı bu tavsiyani hozir qadar ijro qilmay keldi. Volker Türk Xitoyni javobgarlik tortishda BDT aloqador mexanizmlarini ishga solishga chaqirilib kelingan bo'lsa-mu, lekin u 4 mart qilgan so'zida Xitoy bilan bo'lgan dialogni davomlashtiradiganligini aytgan. Volker Türkning ta'kidlashicha, uning ishxonasi Xitoy bilan terrorlik qarshi turish siyosati, jinsiy barobarlik, osonlik millatlarni qo'g'dash, fuqarolar erkinligi, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat haqlari sohalaridagi dialogni davomlashtirdi ekan. Holbuki kishilik huquq tashkilotlari Xitoy hukumatı barliq davlat apparatlarini ishga solib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganda, uning bilan oxiri chiqmas bu xil dialogni davomlashtirishning Xitoyga vaqt yaratib beradiganligini bildirmoqda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 5 mart kuni yangi doklad e'lon qilib, Xitoyning odamsiz uchqu, ya'ni dron ishlab chiqaruvchi Dajiang Chungshin shirkatining Sharq Turkistondagi qabih bostirishlarga aktiv qatnashganligini ilgari surdi. Shundaqla har qaysi davlat hukumatlarini vatanimizdagi nazorat sistemasiga yordam bergan Dajiang va boshqa shirkatlarga jazo berishga chaqirdi. Dokladda ko'rsatilishicha, Dajiang shirkati uzundan buyon vatanimizdagi keng ko'lamli ta'qib nazorat ishlariga qatnashgan. Shundaqla saqchi organlarga uskun saplash to'xtamidan foyda olgan. Xitoy jamoat xavfsizlik tarmoqlari 2019 yildan 2022 yilgacha Dajiang shirkatidan ko'p qitim mal setib olgan. Buning ichida Bingtuan organlarining Uyg'urlarga qaratilgan bostirishdagi roli intayin cho'ng deb qaralayotganligi ma'lum. Dajiang shirkati dunyoda odamsiz uchqu ishlab chiqaruvchi eng chong shirkat bo'lib,
Dünya bazarının 70%'ni egalleydi ekan. Yıllık kirimi necha milliard dollarga yetadi ekan. Ularning mahsulotlari Amerika, Angliya va Avstraliya qatorliq 43 davlatning bozoriga kengaygan. Kamerali ushqular bilan tanilgan Dajang shirkatining xaridorlari fotograflar va film ishlig'ichilardan tortib, soqchi organlari va harbiy qismlargacha kengaygan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanotning bildirishicha, 80% iste'molchining qo'lida Dajang shirkati ishlab chiqargan odamsiz ushqularning bo'lishi kishini hayron qoldirdi ekan. Halbuki bu shirkat Uyg'urlarga yurgizilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga sherik ekan. Şoňa kimki bu şirketning mahsulotlarini setib olsa yoki sotsa, kishilik huquq jinoyatlari sodir qilayotgan bu Xitoy shirkatiga yordam bergan bo'ldi ekan. Dokladda qayd qilinishicha, ko'plagan hukumatlar Dajang shirkatiga savdo cheklamasi qo'ygan, ammo bu tadbirlar hukumat organlari korxona va iste'molchilarning Dajang odamsiz ushqularini davomli setib olishini cheklay olmagan. Dajang shirkati gerçi o'zini hayotlikni qutqizish va jamiyatga naf yetkazishga beg'ishlagan shirkat qilib tashviq qilsa-mu, ammo uning vatanimizdagi irqiy qirg'inchilik yordam berishga roli nihoyat cho'ng ekan. Sho'ng uningga umumyuzlik iqtisodiy jazo yurgizish kerak ekan. Yevropa İttifaqı Kengashi bilan Yevropa Parlamenti 5 mart kuni vaqtliq bir kelishim imzolab, majbur emgak mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini cheklamoqchi bo'lgan. Bu kelishim Yevropaning majbur emgakni cheklashda Amerikadan keyinda qolganligi norozilik uchrayotgan bir mezgilda maydonga kelgan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, mazkur kelishim Yevropa İttifaqı komiteti va bu ittifoq a'zo davlatlarning hushyorligini o'stirib, majbur emgak kuchlarini ishlatgan shirkatlar va ularning mahsulotlarini cheklashdagi mas'uliyatlarini tanishiga turtki bo'ldi ekan. Belgiya iqtisod va emgak ministri Pierre Dermagni bu vaqtda bergan bayonotida bu kelishim majbur emgak chetishlik shirkatlarning savdo endizisini buzib tashlaydi. Biz bu vaqtdagi belgilemeler orqali o shirkatlarning mayli Yevropada yoki chet elda ishlab chiqargan har qanday melini Yevropa bozorida setilmaydigan qilamiz degan. Yevropa ittifoqining bu navbatlik raisligini atqarayotgan Belgiya davlat amaldorining bu so'zi Yevropa ittifoqining buningdan keyin Xitoydan keladigan majbur emgak mahsulotlarini cheklash irodasini namoyon qilgan. Bu kelishimda cheklangan majbur emgak mahsulotlari Yevropa ittifoqi davlatlarining sirtidagi majbur emgak mahsulotlarini emas, bu davlatlarning ichida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni va Xitoyga o'xshash davlatlarda majbur emgak kuchlaridan foydalanib ishlangan zapchaslarni o'z ichiga oladi ekan. Xabarda aytilishicha, mazkur vaqtliq kelishim Yevropa Ittifoqi Kengashi bilan Yevropa Parlamenti rasmiy tasdiqlagandila andin kuchga ega bo'ldi ekan va ijro qilindi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.